mashinamiz yonib ketdi, ozgina qolibdi. Assalomu alaykum akalar, xudo xohlasa ishlarimizni boshlaganmiz. Next haftamiz keladi. Ertalab bugun kabellar erib, mashinamiz yonib ketdi, ozgina qolibdi. Polniy yoqda erib ketgan tarbiyadan ishlarga davom. Akamiz keldida itlarni tutunchiga tabloda orqasidan deyildi. Buni istab zaminkanasini topib yo'qotib, endi dorish kabellarni akkuratnik izlantirib beramiz. Faqat elektrika tomonlama mashinalar tutab ketadi, yonib ketadi deb o'ylashlari ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas akalar, mana bunday orqalariga tayyorlovga torttirgan dasmasan akamiz. Shunda o'sha ichkarida ventilatsiya tepasida stopi bo'ladi, tormoz stopi. Kabel o'tgan. Buni kabellarni fonini yangiladik. O'zini kerib ketgan edi, o'tgan yomon bo'lib. Ichkaridan stopni bo'satgandan keyin qatirganda samarazi bilan kabelni qo'sib qatirib olgan. Qatirganda samaraz qisib qolgan kabelni. Stop. Tushganda mana kabellarimiz fonini erib ketgan. Sal qolgan bu pirdantir agar yana kuchliroq simurad qo'yishgan bo'lganda pirdantir kuymardi-da. Kabellar fonini erib, maytlar o'ta yomon bo'lib ketgan ularda. Bu holatda ancha joy ochilib ketdi. Tarbiyadan fonini bo'shatib, svetlarni ramkasini ochdik. Buni mana kabellarni akkuratnik izlantirib endi yig'amiz, eskirganlarni yangiladik. Ularni olib tashladik, o'zinikini iloji yo'q, bular o'ta erib yomon bo'lib ketgan. Akalar, kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, zaminkanlar topilmasa, ehtiyot qismlari bo'lsa, fonni ham chotga qo'yib beramiz. Akalar, ehtiyot bo'linglar, lekin pirdantirda eng baland 25-20 qo'ysanglar bo'ladi. 30-35 qilib qo'yib tashlash shart emas. Chunki bu kabellar nozik bo'ladi bular. Bularni erib ketadi bular. Kuydirib qo'yolmaydi pirdantirda. Pirdantir kuymagandan keyin bu kabellar erib ketadi. Ahvol qaranglar. O'ta yomon bo'lib ketgan. Xudoga shukran, bu yoqdagi kabellar o'tib ham ketmabdi. Agar yana ham balandroq pirdantir bo'lganda bu kabellar fonni hammasi erib ketgan bo'lardi. Akalar, xudo xolasa chiroyli holatda bitkazib beramiz ishlarni. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, eng avvalo kerak bo'lmasa, agar men bog'da ishlar tushsam, o'zimiz kelsanglar chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa bunaqa ishlarni qilib beraveramiz. Kelaverasizlar.